Bilaman, o'sha inson ham meni kuzatyapti. Kuzatyapsiz, meni ko'ryapsiz. Men yoshlik qilib qo'yibman. Bilib bilmasdan, o'sha siz rahbarligingizni bilmasdan, katta odamligingizni bilmasdan videongizni qo'yib, istoriyamga qo'yib yuboribman. Siz ertasi kun keldingiz meni uyimga. Kelganingizda, qizim, meni shunaqa kollektivimni oldida meni sharmanda qilib qo'yding. Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydigan ish qilib qo'yding. Deganingizda, men sizni farzandingiz tengi qizman-da. Deganingizda, ishoning, men uzrimni so'rab chiqardim istoriyada. Uzr, men shunaqa qilib qo'ydim, bilmayman deb sizdan ham, hamkasblaringiz oldida sizdan ham uzrimni so'rab chiqardim men. Aytardim, ayb menda ekan. Xo'p deb, agar bunaqa katta odamligingizni, kuchli odamligingizni bilganimda. Lekin shu sizni shahringizga borgan kichkina yosh bitta qiz bilan na prinsipga ketib shaxsiy adovatingiz shunaqa kuchli ekanki, nimadir qilib bo'lsa ham meni 3 sutga tiqtirishga harakat qildingiz va bu xo'p, mayli, men poyga uyushtiribman, qimorga targ'ib qilman, haydovchilik guvohnomasiz transport haydabman, mayli, xo'p, hamma ayblovlarni men o'zimga qabul qilaman. Men sudyaga ham aytdim. Nima chora ko'rilishi kerak bo'lsa, menga chora ko'ringlar. Bu bolada nima ayb deyapman? Bu bola meni muxlisim, yonimga keldi. Просто tak meni yonimga keldi bu bola. Meni kuzatuvchim deyapman. Bunga hech qanaqa chora ko'rmanglar deyapman. Nima chora jazo kerak bo'lsa, menga jazo ko'ringlar deyapman. U bolaga shtraf, 5 sutka qamoq, 1,5 yilga pravazni shundoq rishon qilib yuborish insoniyligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Menimcha, vijdoni bor inson bunaqa qilmasa kerak. Xo'p, mayli, menga qilsin, qonunni buzdim, menga hamma chorani menga ko'rsin. U bechorada nima ayb?